to'y kuni salkam 40 millionga so'lingan yangi dasturxonni yig'ishtirib olib chiqib tashladi deyishdi. To'ydan 3 kun oldin kuyov bilan gaplashdim. Kuyov aytdilar, bozorliklarni o'zinglar qilinglar, как положено zo'r bo'lsin dedilar. Bo'ldi deb to'ydan bir kun oldin hamma bolalarni chaqirdim. Bozorliklarni soldi, dasturxon akkuratli holatda zo'r qilib soldi. Endi 12 bo'ldi soat. Kuyov dadalar kelyaptilar-da, dasturxonni yig'ishtir. Men o'zim bozor qilib keldim. Shuni qilib berasan dedilar. O'zi o'yladim, nimaga? Chunki shuncha narsa uvolib ketadim degan fikr paydo bo'ldi. Men bu narsalarga yechim topdim. Klient o'ylagan holatda bo'ldi, xo'p bo'ladi deb kuyovga telefon qildim. Kuyovga telefon qilsam, kuyov aytgan gapi, nima rasxoti bo'lsa qilaman, dadam olib kelgan bozorliklarni so'lang. O'zingiznikini yig'ishtirib tashlang, pulini to'layman dedilar. Men o'yladim, baribir klient Navbahorga kelgan inson xursand bo'lib chiqib ketish kerak degan fikr paydo bo'ldi-da, hamma narsani o'z joyiga vazoratlarni qildim-da, oxirida klient uchun 400 ming so'm pul bersangiz bo'ldi desam, klient ko'zdan yosh keladigan darajada xursand bo'lib ketdi. Nimaga? Chunki biz kelgan klientni har qanaqachasiga ham xursand qilib chiqazish maqsadimiz bo'lgandan keyin biz shu narsaga qo'l urdik-da, hamma narsani joy-joyiga qaytardik. Klient xursand, to'y juda ham chiroyli o'tdi. Lekin hozirgi kungacha ham telefon qilib hol-ahvol so'rab, o'sha kunga bo'lgan holat uchun rahmat aytadi.